Avtomobil haydovchilarining 80% o'z mashinasidagi bu yashirin funksiyalar haqida umuman hech narsa bilishmaydi. Konditsioneringizni kuchaytiradigan maxfiy tugmalardan tortib, avtomobil kalitining pultida yashiringan hiylalargacha. Zamonaviy avtomobillar siz hech qachon foydalanmagan funksiyalarga to'la. Biz siz ilgari bilishni istagan bo'lgan 13 ta yashirin funksiyani ko'rib chiqamiz. Bu hiylalar nafaqat hayratlanarli, balki sizga vaqt tejashga, ko'plab noqulayliklardan qutulishga va minglab yevro ta'mirlash xarajatlaridan saqlanishga yordam beradi. O'zingizni tayyorlang, chunki birinchi funksiya yillar davomida avtomobilingizda bo'lishi mumkin, lekin siz uni hech qachon ishlatmagansiz. Sir raqam 13: ichki havo aylanish tugmasi. Ichki havo aylanish tugmasi sizning qulayligingiz va avtomobilingiz konditsionerining samaradorligi uchun muhim rol o'ynaydi. Agar siz ushbu funksiyani yoqsangiz, avtomobilingiz tashqi havoni ichkariga olmaydi va buning o'rniga salonda allaqachon mavjud bo'lgan havoni doimiy ravishda aylantirib turadi. Shu tarzda konditsioner salonni tezroq sovutadi va tashqaridan chang, gulchang va zararli moddalar kamroq kiradi. Bu ayniqsa tirbandlikda, chang bo'ronlarida yoki sanoat hududlaridan o'tayotganda juda foydali. Ko'pchilik bilmaydi, bu funksiya ichki filtrni ham erta ifloslanishdan himoya qiladi. Faqat esda tuting, avtomobil sovigandan keyin ushbu funksiyani o'chirib qo'ying, aks holda oynalaringiz tumanlanishi mumkin. Kichik tugma katta ta'sir. 12 sir: masofadan boshqarish uchun miyani aldash. Bu haydovchilar orasida mashhur bo'lgan hiyla bo'lib, avtomobil kalitining masofadan boshqaruv signali masofasini oshirish uchun ishlatiladi. Agar siz mashinangizdan uzoqda bo'lsangiz va masofadan boshqaruv eshiklarini ochmasa, ehtimol kalitni iyagingizga yoki chakka sohangizga tutib turgan odamlarni ko'rgansiz. Shunda u ishlaydi. Bu sehrga o'xshaydi, lekin aslida uning ortida haqiqiy ilmiy tushuntirish bor. Sizning miyangizning taxminan 85% suvdan iborat va suv radio to'lqinlari uchun a'lo darajadagi o'tkazuvchi va kuchaytiruvchi hisoblanadi. Agar siz masofadan boshqaruvni boshqangizga tutsangiz, miyangiz biologik antenna vazifasini bajaradi. Shu tarzda signal masofasini yana bir necha metrga oshirish mumkin bo'ladi. Bu hayratlanarli hiyla bo'lib, haqiqatan ham ishlaydi va sizni ortiqcha yurishdan qutqarishi mumkin. Ayniqsa to'la avtoturargohlarda yoki qo'llaringiz to'la xaridlar bilan bo'lsa. 20-sir: benzoba qopqog'idagi oqcha. Har safar yoqilg'i quyish shoxobchasida to'xtaganingizda va benzoba qopqog'ingiz qaysi tomonda ekanini eslay olmasangiz, bilingki, sizning panelingiz bu muammoni allaqachon hal qilib qo'ygan. Benzin ko'rsatkichiga diqqat bilan qarang. Shu yerda yonilg'i quyish shoxobchasining belgisi borligini ko'ryapsizmi? Aynan uning yonida odatda kichik bir oqcha bo'ladi. U sizning mashinangizning qaysi tomonda benzin qopqog'i joylashganini aniq ko'rsatadi. Bu juda oddiy, lekin ko'pchilik haydovchilar bunga hech qachon e'tibor bermaydi, to ular bunga ishora qilinmaguncha. Mana shu kichik hiyla sizni yoqilg'i quyish shoxobchasida noqulay harakatlardan qutqaradi. Keyingi safar mashina ijaraga olsangiz yoki do'stingizning mashinasini haydasangiz, mana shu kichik detal sizni haqiqiy mutaxassisdek ko'rsatadi. 10-sir: siljitiladigan quyosh nishonligi. Mana shu yorqin quyosh nuri har doim aynan sizning quyosh nishonligingiz yopib bera olmaydigan burchakni topadi. Ko'plab mashinalarda quyosh nishonligini nafaqat pastga tushirish, balki yon tomonga ham relsda siljitish mumkin. Shunda siz yorug'lik kirayotgan joyda qo'shimcha himoyaga ega bo'lasiz. Bu esa ayniqsa quyosh chiqishi yoki botishi paytida, uzoq avtomagistral safarlarda yoki qishda quyosh ufqda past turganda rulda haqiqiy inqilob bo'ladi. Ko'pchilik haydovchilar uni shunchaki pastga tushirib, shunga ko'nikib yurishadi. Aslida esa ularni chozib, yanada yaxshi himoya qilish uchun mo'ljallanganini bilishmaydi. Bu deyarli hashamatli tuyuladigan, lekin kutilmaganda ko'plab avtomobillarga sezilmaydigan tarzda o'rnatilgan funksiyadir. Keyingi safar yo'lda ko'zingizni qisib qarayotgan bo'lsangiz, quyosh nishonligingizni bir oz surib ko'ring va yorug'lik qanday yo'qolishini tomosha qiling. 9-sir: sensorli ekran orqali iqlim nazorati. Sensorli ekranli iqlim nazorati bu harorat, ventilyator tezligi va havo oqimi yo'nalishini sozlash uchun ishlatiladigan an'anaviy tugma va bo'lakchilarning zamonaviy o'rnini bosuvchi tizimdir. Jismoniy boshqaruv elementlari o'rniga bu tizimlar sizga avtomobilning markaziy ekrani orqali hamma narsani boshqarish imkonini beradi. Ko'rinishidan bu panelga tartibli va minimalistik ko'rinish beradi. Ammo amaliy jihatdan qaralganda, ayniqsa haydash vaqtida tez sozlashlar qilish kerak bo'lsa, bu ko'pincha kamroq intuitiv bo'ladi. Asosiy kamchiligi shundaki, sensorli boshqaruv elementlari ko'pincha biror ishni bajarish uchun bir necha marta bosishni yoki menyular bo'ylab harakatlanishni talab qiladi. Holbuki ilgari bu oddiygina bir bo'lakchini aylantirish bilan hal bo'lardi. Bunga qarama-qarshi ravishda, bu tizimlar odatda aniq raqamli boshqaruv, 2 yoki 3 zonali sozlamalar va avtomatik iqlim funksiyalarini taklif qiladi. Siz harorat sozlamalaringizni saqlab qo'yishingiz, istiladigan o'rindiqlaringiz bilan sinxronlashtirishingiz va hatto quyosh nuri yoki namlik darajasiga qarab moslasha olasiz. 8-sir: rang bilan kodlangan dvigatel qismlari. Kapotingizni ochsangiz, sizni metall, simlar va shlanglar to'ridan iborat murakkablik hayratda qoldirishi mumkin. Lekin diqqat bilan qarasangiz, bir noziklikni payqaysiz: rang bilan kodlangan qismlar. Ko'plab zamonaviy avtomobillarda aniq rangli qopqoqlar yoki tutqichlar ishlatiladi. Bu sizga asosiy texnik xizmatlarni aynan qayerda bajarish mumkinligini ko'rsatadi.
Masalan, sariq dvigatel moyi uchun, ko'k oynani yuvish suyuqligi uchun, qizil yoki yashil esa sovituvchi suyuqlik uchun. Agar tekshirish yoki to'ldirishda ishonchingiz bo'lmasa, bu vizual tizim sizga ishonch beradi. Bu chalkashliklarning oldini oladi va har bir idish uchun to'g'ri qopqoqni internetdan qidirish zaruratini yo'qotadi. 7-sir: induksion zaryadlovchi qurilmalar. Induksion zaryadlovchi qurilmalar simsiz zaryadlash texnologiyasidan foydalanadi. Shuning uchun telefoningizni zaryadlash uchun kabel ulash shart emas. Telefoningizni shunchaki maxsus ajratilgan joyga, odatda markaziy konsolda joylashgan maydonga qo'yishingiz kifoya. Bu joyni tejaydigan yechim bo'lib, safar davomida telefoningizni zaryadlangan holda ushlab turadi. Aksariyat zaryadlovchi qurilmalar keng tarqalgan simsiz standartlarga mos keladi va hozirgi zamonaviy smartfonlarning katta qismi bilan ishlaydi. Biroq simsiz zaryadlash odatda kabel orqali zaryadlashdan sekinroq bo'ladi va telefonni qizdirishi mumkin. 6-sir: avtomatik qorayuvchi ichki oynak. Avtomatik qorayuvchi ichki oynak oddiy, lekin juda foydali funksiyadir va ko'plab haydovchilar uni e'tibordan chetda qoldirishadi. U faollashtirilgandan so'ng oynak yorqinligini avtomatik tarzda moslashtiradi va orqadan kelayotgan mashinalarning faralari sababli yuzaga keladigan qorish xiraligini kamaytiradi. U elektroximik oynadan foydalanadi. Bu oynak kuchli yorug'lik tushganda avtomatik tarzda qorayadi. Ba'zi avtomobillarda tashqi oynaklar ham qorayadi. Bu esa barcha yo'nalishlarda qorishni yaxshilaydi. Bu funksiya ko'pincha sezilmaydi, chunki u jimjit orqa fonda ishlaydi. Lekin bir marta farqini his qilganingizdan so'ng oddiy orqa ko'zgularga qaytishni xohlamaysiz. 5-sir: yashirin saqlash joylari. Zamonaviy avtomobillar nafaqat texnologik jihatdan, balki ichki makonni optimallashtirishda ham tobora aqlli bo'lib bormoqda. Yashirin saqlash joylari bunga ajoyib misoldir. Bular aqlli tarzda ishlab chiqilgan bo'limlar bo'lib, odatda odam qarab ko'rmaydigan joylarga yashirilgan. Orqa o'rindiqlar ostida, oyoq to'shalari tagida, dirsak tayanchlarida yoki salon ichidagi qoplama panellari orqasida. Ular ayniqsa qimmatbaho buyumlar, favqulodda holat uchun jihozlar yoki hatto tamaddilarni xavfsiz va ko'zdan yashirin saqlash uchun juda foydali. Suv va oilaviy avtomobillarda ko'pincha pol ostida yoki yukxonaning yon tomonlarida saqlash bo'limlari bo'ladi. 4-sir: panoramali tomlar. Panoramali tomlar go'yo to'g'ridan to'g'ri ilmiy fantastik filmidan chiqqandek ko'rinadi, lekin ular tobora ko'proq avtomobillarda uchramoqda. Teslalardan tortib orta toifadagi suvlargacha, ular salonni keng va ochiq qilib ko'rsatadi. Mashinani tabiiy yorug'lik bilan to'ldiradi va osmonga qarash imkonini beradi. Bu esa uzoq safarlarni yanada yoqimli qiladi. Ba'zi modellarda hatto elektroximik yoki panoramali oynalar mavjud bo'lib, ular tugmani bosish bilan qoraytirilishi yoki ochilishi mumkin. Bu esa qulaylik va uslubni birlashtiradi. Lekin ko'pchilik bilmaydigan bir narsa bor. Shisha tomlar, ayniqsa jazirama yoz quyoshi ostida, salonni ancha qizdirishi mumkin. Bundan tashqari, ular avtomobilning yuqori qismida ogilikni oshiradi. Bu esa boshqaruvga biroz ta'sir qilishi va hatto yoqilg'i sarfini ko'paytirishi mumkin. 3-sir: ambient yoritish. Ambient yoritish zamonaviy funksiyalardan bo'lib, salon ichiga yumshoq, bilvosita LED chiroqlarni qo'shadi. Asosan panel atrofida, eshik qoplamalarida, ichimlik kipqichlarida va oyoq tagliklarida joylashadi. Bu ko'proq estetika va muhit uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, amaliy foydadan ko'ra tunlari mashina haydashni yoqimli va o'ziga xos qiladi. Hozirda ko'plab avtomobillarda haydovchi o'nlab ranglardan birini tanlashi va yorug'lik intensivligini kayfiyatiga yoki haydash uslubiga qarab moslashi mumkin. Bundan tashqari, u qorong'uda nozik ko'rinuvchanlikni ta'minlaydi. Shuning uchun siz chalgimasdan tugmalar yoki saqlash joylarini topishingiz mumkin. Umuman olganda, ambient yoritish oddiy salonni yanada qulay va zamonaviy haydash muhitiga aylantiradi. 2-sir: 360 daraja kameralar. Bu tizimlar avtomobil atrofida o'rnatilgan bir nechta kameralardan foydalanib, qush nigohi ko'rinishini qayta yaratadi va ekranda namoyish etadi. Bu tor avtoturargohlar mashinani joyiga qo'yish yoki bordyurdan qochish uchun juda foydali. Ba'zi tizimlar ekranni bo'lib ko'rsatish yoki faqat old, yon yoki orqa ko'rinishga e'tibor qaratish imkonini beradi. Bu shahar harakatida yoki orqaga harakatlanayotganda, ayniqsa bolalar yoki hayvonlar yaqinida xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. 1-sir: head-up display. Head-up display muhim ma'lumotlarni, masalan, tezlik, navigatsiya va xavfsizlik ogohlantirishlarni to'g'ridan-to'g'ri old oynaga, qorish maydoningizga proyeksiya qiladi. Bu orqali siz ko'zingizni yo'ldan uzmasdan baribir kerakli ma'lumotlarga ega bo'lasiz va bu xavfsizlikni ancha oshiradi. Ba'zi tizimlar oddiy bo'lib, faqat tezlik va ogohlantirishlarni ko'rsatadi. Boshqalari esa rangli bo'lib, hatto navigatsiya strelkalari va ovozli ma'lumotlarni ham ko'rsata oladi. Ular ayniqsa ko'rinish yomon bo'lganda yoki yuqori tezlikda juda foydali. Demak, bu sizning avtomobilingizdagi yashirin funksiyalar bo'lib, ular boshidanoq ko'zingiz oldida bo'lgan.
Masofadan boshqarish pulti bilan bog'liq aqlli hiyladan tortib, qulaylik va xavfsizlik imkoniyatlarigacha ushbu o'rnatilgan funksiyalar haydashingizni haqiqatan ham o'zgartirishi mumkin. Agar siz yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, izohlarda qaysi funksiya sizni eng ko'p hayratda qoldirganini yozib qoldiring.